Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'p bo'ldi YouTube kanalimizda video qo'ymadik, faqat Instagram bo'lyapti. Sizlarga xudo xolosa bir qator ishida Malibularni tanishtirib o'tacakman. Birinchi Malibumuz 2023-yilda ishlab chiqarilgan XL Malibu. Mashinamizning sosteniyasi dim idealniy, ko'rishingiz mumkin. Ham puli zo'r расходatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Oldina biletlar ustanovka etilgan. Tumanchalari ham bilet qo'yilgan. O'zi Malibularda onning bo'lmaydi. Pastda pavorot bo'ladi, ipida duxosi bo'ladi. Bunga ham duxo, ham tumancha, ham pavorotni joylashtirilgan variantidan qo'yilgan. O'zi bu $500 turadi zakazga keladi. 4 balon toza yumshoq. Mashinamiz otido shumka. Даже elde krellari ham, krishalarida ham bor. Krugoy tonirovka. Salonlarida bu mashinaning akkuratligiga bir baho bering. Top toza do'pti mashinamiz. Idealniy. Sidenalarni mebellar chitirab, o'tirib, bir shatib qamaga. Probeklari 40 ming. Eng full varianti. Abduh, abagrev, hamma narsasi bor. Salonlari ham dim idealniy. Bu joylari laminatsiya qilingan, bellar ham laminatsiya qilingan. Poliklarni yaxshisidan qo'yilgan brendoviy. Aynan Malibu uchun zo'r variantda turadi uni. Arqalari ham sidenalari matviy bo'lib, dim mozzot turibdi, ko'rishingiz mumkin. Yaqindan ko'rsataman. Dim idealniy. Shipkalarning ham hech yerida qirq chiziq yo'q. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin, koreyskiy kumpa balonlar qo'yilgan. Bu mashina pul ayami расходatilgan-da. Egasi o'zi bir yaxshi pulli yigit. Xadoylarni ham polniy mers qilgan. Alhamdulillah. Mashinamizda umuman gap yo'q. Qarang, bellardan shumka atilgan bu. Meri shumka. Mashina dim top dinay. Zapaskalar tushmagan, bagajlari ham polniy ham meri shumka. Polniy shumka ham meri. Bir yeridan qirchiqi, chiziqi, petnosi, bir balasi degan vazi yo'q. Hamma 100% top zakraskalar. Любой ustangizni ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar. Probeg, kraska, любой joyina garantiya mashina. Mashinamiz idealniy. Endi mashinamizning narxi 355 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, ustunda kelishtirib beramiz. Probeg 40 ming, kraskalari toza. Naqd, barter, xullas. Yo'q, buni egasi kredit sotmayman dedi. Kredit aralashmayman men dedi. Kredit bermaydi. Sotib beraverdi, lekin mashina zo'r. Faqat naqd yoki barter qilishingiz mumkin. Keyingi Malibumuz. Bu необычный 2024 Malibu 20 ming yurgan, narxi 380 million so'm, to'g'ri aytib o'tamiz. Lekin bu необычный xili. Hozir bildik ekan. Bunun salonlari oqma. Keyingi Malibumuz. Premier 20-yil 380 million so'm, metallari bor. million so'm 20-yil Premier. 340 million so'm. Adashmasam. Argasi 380 million. Bu 20-yil Premierimiz. Bahosini aniqlatib ko'rik. Mana bu indiskalar ham qo'yilgan ekan. 380 million ekan. Tak, bu 340 million 20-yil Premier. Keyingi mashinamiz Panda. Bu ham XL. Mashinamiz XL. Kraskalari toza. Balonlari yaxshi holatda. Tak. 45 ming yurgan ekan. XL 345 million so'm. Eldindan 109 million so'm bilan kreditga chiqadi, oylik to'lov 7 million 400 dan. Kimga qiziq bo'lsa, tonirovkalari bor. Shumkasi yo'q. Обычный holatda. Abduh abagreiflari bor. Probeg 45 ming. Kimga qiziq bo'lsa, yana bir XL
Bahası sal yumuşakroq. Keyingi Malibu'muz Oxford 2020-yil 2'lik Premier'dan bir pəsi. Öz tablosu bilan signalsa 30 fark qiladi buni. Propan gazlari bor. 38 ming yurgan 295 million so'm. Oxford Premier'dan farkı tablosunda görseniz mümkün. İyi. Tablosu yemin bo'ladi. Keyin bu yerda signalsa o'tadoni bo'lmaydi. İstadonu bo'ladi lekin. Kraskalar toza, yurgan ham kam 38 ming 295 million so'm. Mashinamiz yaxshi holatda. Keyingi mashinamiz Hyundai Elantra 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari 100% top-toza, 90 ming kilometr yurgan. 4 balonni paket, toza, yumshoq masofada ham balonlar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Tak, masofa. Balonlari top-toza. Metallari bor. 1.6'lik atmosferli motor bo'ladi. Salonlari ham idealni bo'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Arka salonning ichi ichida ham приятный bo'ldi. Mashinamizning narxi 210 million so'm kelishib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, kraskalari top-toza, probek 90 ming. Если что, любой ishongan ustonada ko'rsatib, tekshirtirib xarid qilishlaringiz mumkin. Mashinamiz naqd barter avtokredit любой variantda chiqaveradi. Masofa bo'lgan. Paket. Mashinamiz zo'r holatda. Kimga qiziq bo'lsa, mashinlarimiz Qo'shko'pir avtomarketda turibdi sotuvda. Undan tashqari yana Captiva, Onyx, Tracker, xullas har xil variantda mashinlarimiz bor. Kim mana bu mashin qiziqadigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tsangizlar, shu mashinlarni obzor etib boramiz. Bu yerda xudo xolasa YouTube kanalimizni yuritamiz. Qo'ldan kelgancha chiqarib turgan videolarimizni qo'llab-quvvatlab, bir like'larni bosib tursangizlar, xudo xolasa bu yerda sizlar uchun manfaatli, kerakli videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz. Eson-omon oilalar azaldan bo'lib toshib kelinglar.